Antigenlar va antitanalar o'rtasidagi o'zaro ta'sir haqida gapirganda, antigenning spesifikligi epitopning konformatsion tuzilishiga bog'liq ekanligini bilamiz. Antigen va antitanalar bir-biriga komplementar tarzda mos keladi. Agar epitopning tuzilishi paratop shakliga mos kelmasa, kompleks hosil bo'lmaydi. Qonda aylanib yuruvchi antitanalar o'ziga xos antigenlarga yuqori affinitet bilan bog'lanib, antigen-antitana komplekslarini hosil qilish xususiyatiga ega. Hosil bo'lgan immun kompleks keyinchalik hujayraviy tizimlarga olib boriladi va u yerda yo'q qilinadi yoki faolsizlantiriladi. Antigen-antitana o'zaro ta'sirlari ikki turga bo'lib o'rganiladi: birlamchi hamda ikkilamchi o'zaro ta'sirlar. Birlamchi o'zaro ta'sirdan boshlaymiz. Bog'lanish yaqin uch o'lchamli moslikka asoslangan bo'lib, zaif molekulalar aro kuchlar odatiy molekulalar aro itarilishni yengib o'tadi. Garchi antigen va antitana faqat kovalent bo'lmagan kuchlar orqali bog'lansa va bu nazariy jihatdan qaytar bo'lsa ham, amalda antitananing yuqori affiniteti tufayli ular odatda o'z nishonidan ajralib ketmaydi, chunki antigen yo'q qilinadi. Ushbu jarayonda bog'lanishda 4 ta o'zaro ta'sir ishtirok etadi. Ular quyidagilar: Van der Waals kuchlari, vodorod bog'lari, elektrostatik bog'lar va gidrofob o'zaro ta'sirlar hisoblanadi. Bu kuchlar zaif bo'lganligi uchun antigen va antitana juda yaqin kelishi zarur. Antitananing ikkita xususiyati, ya'ni affinitet va aviditet bu jarayonda muhim rol o'ynaydi. Endi har biriga alohida to'xtalib o'tamiz. Affinitet bu bitta paratopning bitta epitopga bog'lanish kuchi hisoblanadi. Agar epitop shakli paratopning shakliga mukammal mos kelsa, ko'proq bog'lar hosil bo'ladi va bog'lanish kuchli bo'ladi. Agarda moslik past bo'lsa, ya'ni bir-biriga shaklan mos kelmasa, kamroq bog'lar hosil bo'ladi va bog'lanish zaif bo'ladi. Bog'lanishning zaif bo'lishi esa antigen va antitana o'rtasidagi o'zaro munosabatning suslashuviga sababchi bo'ladi. Endi aviditet antitananing barcha bog'lanish joylari orqali antigenlarga umumiy bog'lanish kuchidir. Immunoglobulinlar turiga qarab bog'lanish joylari soni bir-biridan farq qiladi. Immunoglobulinlarning 5 ta turi farqlangan bo'lib, shulardan immunoglobulin J monomer bo'lib, 2 ta bog'lanish joyiga ega. Immunoglobulin A monomer, dimer va trimer shakllarda uchraydi va mos ravishda 2-4-6 ta bog'lanish joyiga ega bo'ladi. Immunoglobulin M esa 10 ta bog'lanish joyiga ega. Bog'lanish joylari soni oshgani sari umumiy bog'lanish kuchi ham ortadi va immun kompleks yanada barqaror bo'ladi. Yana bir tushuncha, ya'ni cross reaktivlik tushunchasi ham ushbu jarayonda amaliy ahamiyatga ega. Bu antitananing turli antigenlardagi o'xshash epitoplar bilan reaksiyaga kirishish qobiliyatidir va faqat o'xshash epitoplar mavjud bo'lgandagina yuz beradi. Birlamchi o'zaro ta'sirdan so'ng ikkilamchi o'zaro ta'sir boshlanadi. Ya'ni immun kompleks hosil bo'lgach, immun kompleksning vazifasi immun javobni ishga tushirish va begona patogenlarga qarshi kurashishni boshlashdir. Buning yo'llaridan biri komplementar tizimni faollashtirishdir. Komplementar tizim bir nechta yo'llar orqali faollashadi. Shulardan biri klassik yo'l. Klassik yo'lda birinchi komponent C1 bo'lib, u 3 ta subbirlikdan tashkil topgan.
C1Q, C1R va C1S. C1Q immun kompleksdagi antitananing Fs qismiga bog'lanadi. Ehtimol bu immunoglobulin molekulasining konformatsion o'zgarishi natijasida yuz beradi. Shundan so'ng komplement tizim klassik yo'lda faollasha boshlaydi.